Shetda ozgina aqllilik qilib ketay. Bilasizlarmi, biror bir narsani buzish osonroq uni qurgandan, barpo qilgandan ko'ra. Oila qurish bu bayram emas. Oila qurish bu mas'uliyat. Bitta insonning xato kamchiliklari bilan uni boricha qabul qila olish oila. Lekin hozir nimagadir buzish juda ham oson bo'lib qolgan. Bitta arzimagan xatoga qarab bo'ldi, sen menga arzimaysan deb ajrashib ketishlar juda ham ko'payib ketgan. Masalan, ota-onamiz xato qilsa, jigarlarimiz xato qilsa, biz ulardan kechib ketmaymiz, oilam meni deymiz. Nimaga oilam deb qabul qilgan juftimizdan osongina voz kechamiz. Qachonlardir duo qilib so'rab olgan insoningizni bitta urush janjal bilan yo'qotish juda ham oson. Arzimagan sabablar bilan, alam bilan uni hayotimizdan chiqarib yuborish juda ham oson. Chunki bilasizlarmi nimaga? Chunki sabr qiyin, sabr qilish qiyin. Shuni bilinglarki, chiroyli narsalar oson topilmaydi. Oila qurish bu to'g'ri insonni topish, idealni insonni topish emas. Oila qurish bu bitta insonni kamchiligi bilan boricha qabul qila olish, har kuni uni tanlay olish. Agar yoningizdagi inson, juftingiz sizga rostmana arzigulik inson bo'lsa, ketishdan ko'ra kurashish kerak. Chunki buzish hammani qo'lidan keladi. Qaytadan barpo qilish, qaytadan tuzish esa haqiqiy sabr egalariniki.